Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar obunachilar? Bir dona like bosinglar iltimos sizlardan. Alloh rozi bo'lsin. Bir dona like bosib qo'yinglar, shu videoni o'tkazib yubormanglar. Kommentarga Akmal akani belgilab o'tamiz. Akmal akaga tashlab qo'yinglar shu videoni. Ko'rib turibsizlar, 4 ta kasalmiz bizlar oilada. Akmal aka hech narsangiz kerak emas sizda aka. Shu kasallarni Instagramini ko'tarib bersangiz, aktibini shuni 1 million qilib bersangiz obunachisini, sizlardan obunachilar Alloh rozi bo'lsin. Barcha aka-uka, singillar shu videoni tarqatib, like bosib qo'yinglar, iltimos sizlardan. Shu Akmal akani tezda Akmal akaga taylab qo'yinglar. Hozir 4 ta bemor ko'rsataman shu videoda. Mana shu opalarim bo'ladi, akalarim bo'ladi yotgan. Hozir shu akamni ko'rsataman. Shu videoni o'tkazib yubormanglar, like bosib qo'yinglar. Assalomu alaykum Akmal aka, zo'rmisiz, yaxshimisiz? Bir podrishka qilib yuboring bir akajon. Videomizda bir qo'llab yuboring bizani akajon. Mana endi opamizdan gaplar olamiz. Assalomu alaykum Akmal aka, sizni umringiz uzoq bo'lsin. Bizlarga podrishka qiling, sizni umringiz uzoq bo'lsin. Iltimos sizdan umringiz uzoq bo'lsin. Shuncha odamlarga yordam beryapsizlar. Yordam beryapsiz akajon, sizni umringiz uzoq bo'lsin. Biz sizni obunachimiz va biz kuzatib boramiz. Siz doimo kuzatib boramiz. Akmal aka, sizdan iltimos qilaman, shu bemorlarning eshitdingiz gapini, shu kasallarga yordam berishingizni iltimos qilaman. Qo'lingizdan kelgancha shu videoni istora qo'yib, shu karabasa qilib ulab qo'ysangiz xursand bo'laydik. Shu videoni ommaga tarqatib qo'yishlaringizni telefon nomerini qoldiramiz ekranga. Qo'lingizdan kelgancha shu blogerlarga tarqatib istora qo'yib qo'yinglar. Iltimos obunachilar, qo'lingizdan kelgancha yordam beringlar.